Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Men bugun sizlar bilan darsni boshlashdan oldin fikrlarimiz o'zimizni boshqaradi. Qanday fikrlar? Misol, ong ostimizdagi ijobiy va salbiy fikrlar bizni boshqaradi. Biz ijobiy fikrlasak ijobiy tomonga, salbiy fikrlasak salbiy tomonga keta olishimiz mumkin. Buni qanday o'zingizda 5 kun davomida rezultat qilib ko'rishingiz mumkin. Erta tongdan turing. Bizning ya'ni psixologiyasiga 7 ta qoidani aytib o'taman va shu davomida ketasiz. Erta tongdan sahardan turing. Sahardan turdingiz va tashqariga chiqib, chuqur nafas oling. 4 marta nafas olib, nafas chiqaring va ichingizdagi borliq va bo'shliq organizmlar sizni hayotga bo'lgan muhabbatingizni namoyon qilib beradi va sizda ichki kechinmalar bo'ladi. Misol, tushkunlikka tushayotgan bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Ya'ni Xudo sizni tirikligingizni yana bir marta sizga eslatib qo'yadi. Chunki nafas olish bilan nafas chiqarish bu katta yutug'ingiz, chunki siz hayotda yashashni davom etyapsiz. Ikkinchi qoidamiz esa siz kun davomida qilinayotgan rejalaringizni tuzib oling. Kun davomida nima ish qilasiz? Hammasini reja asosida qiling. Reja tuzing va reja asosida bajaring. Uchinchisi esa sizdagi bo'layotgan yomon fikrlarni chetlab o'ting. Ya'ni qanday? Yomon fikrlarni, o'y-xayollarni ong ostingizdan chiqarib tashlang. Ijobiy fikrlashga harakat qiling. Salbiy fikr kelyaptimi, yon bermang. Uni ijobiy tomonga o'zgartirishga harakat qiling. O'shanda siz ko'rasiz natijalarni qay darajada bo'layotganligini. Aytganlarimni bajarib ko'rsangiz, inshaalloh hammasi yaxshi tomonga o'zgaradi. Chunki bizning ong ostimizdagi o'y-xayollar, fikrlar sizni boshqaradi. Ijobiy bo'lsa ijobiy, salbiy bo'lsa salbiy. Doim ijobiy fikrlashga harakat qiling. Ong ostingizni doim bloklardan yechib tashlab, ong ostingizni boy qiling va ijobiy fikrlashni o'rganing. Chunki aytaman-ku, quyosh botadi, ertalab esa yana porlaydi. Qorong'ulikning ortidan yorug'lik yana keladi. Shuning uchun ong ostimizni ijobiy fikrlarga to'ldiraylik, harakat qiling.